Bola, bugungi videomiz killer hayot haqida va mening ismim Alfa va men killerman. Unday bo'lsa, video boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Unday bo'lsa, qani videoga. Xo'sh, shu yerdagi Shitel men ishga chaqirgandi. Shu yaqin atrofda bo'lishi kerak. Shu yerlarda men degandi Shitel. Ana ekan. O, brat, ishingiz bor ekan. Brat, ishingiz bormi? Ha, senga ishim bor. Orqamda yur. Gapiravering. Qarangchi, sen aviadagi toshli minoraga o'xshagan dargisining yonidagi sirvoling kerak. Orqamda yur. Hozir beraman kerak. O'sha yoqqa kel, shu yoqda gaplashamiz. Xo'p, mayli, birotam boryapman. Izlashing. Boryapman. Bratam. Hozir men uyimga kirsang, o'sha yerda kerakli narsalar bor. Zaxlatchami, qurolmi, hammasi shu edi. O'sha yoqdan olishanda, ana shu ko'ryapsanmi, shu toshli minora. Men uyning orqadagimi? Men uyning orqadagida. Ha, bilaman. Garchi shu tomonda bir Shitel turadi. Har doim. Uni o'ldirish kerak seni. Xo'p, mayli bro. Kerak narsa mana shu ichida sandiqda. Puling ham shu ichida. Xo'p, bro. Qani, ochaychi. Pullarni ikkita zumrud, emerald. Xo'sh, rostdan ham bor ekan. Brazlet. Brazletni narvan. Brazletni kiyamiz. Tayyor. Yo'q, bro, menda eski savol bor edi. Ha, savolingni beraver. Mana bu 4 ta narvan nimaga kerak? Narvan. O tarafda uyni ko'ryapsan, mana shu uyni ortidagi. Qani. Onami? Ha, o'sha yerga narvonni qo'yib chiqasanda, o'sha yerdan shuni otasan. Kechqurun yo'q qilishi kerak. Men seni haqqingni berdim. Ana endi ishni bajar. Xo'p, mayli. Ana endi bolalar, men kamerani tun tushgandan keyin yoqaman. Xo'p, bolalar, ana endi kechqurun tushdi. Qani, mana Shitel ko'rinyapti. Ana endi uni o'ldirgan boramiz. Ana endi men uni o'ldirmasam kerak edi-ku. Hamma men killerman. Pulni to'lashgan. Tepaga ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Ana u. Va ye. Voydan, yordam. Baqirma, tezroq. Ha, bo'ldi, minus. Uni yo'q qildik, tezroq endi qochish kerak. Tezroq uyimga borishim kerak. Tez. Tez, uyimga. Hozir meni qidib qo'yishmasa bo'ldi. Shu uyga kiraman. Shu yoqda o'tiraman endi. Xo'sh, endi hozir hech kim kelmadi, ko'rmasam kerak. Hammaga salom bolalar va tong hormati. Endi bizda yangi ish beruvchi bor va u meni juda ham muhim ish bo'yicha chaqirdi. Uning oldiga hozir kiramiz. Mana shu yerda boyagi kasapadagi uy. Xo'sh, biz juda ham maxsus ish bo'yicha chaqirgansiz. Hozir mana shu yoqdan chiqib, orqangga yurib, shu yoqqa qarab ketsang, atrofga yaxshilab qarasang, mana ko'rinadi. Banditlarni bazasi. Sen u yerdagi barcha banditlarni o'ldirishing.
Sen o'shalarni o'ldirish kerak. Va sening haqqing endi 5 ta yumruq. Ro'sanmi? Ha, orqangdagi sandiqda turibdi. Xo'p, mayli bo'lsin. Ana endi esa O'g'lim 5 ta yumruq emirol. Ana endi o'tgan topshiriqni bajar. Xo'p bo'lsin, endi ketdi. Desa, qani bo'shatgan joyga boraylik. Hoy, Alfa. Nima? Kechagi o'lgan qotillik haqida eshitdingmi? Ha, eshitdim. Nima bo'ldi o'zi? Ko'rchi, minora ustida turadigan yigitni o'ldirib ketishibdi. Endi o'sha o'ldirgan qidirilyapti. Xo'p, mayli. Endi ketdik bolalar. Mana o'sha tash o'ttanchiga o'ldirgan. Boya deb men kecha bo'shatgandek endi o'sha banditlarni qarorgohi. Yo'q, hech qayerda eshitmadim. Qani? Bu yoqda yo'q-ku. Qani endi? Bola hozir topgandan keyin kamerani yo'q. Hamma salom bo'ldi. Yana bir bor salom bo'ldi. Va men mana ularning qarorgohini topdim. Va mana ular hozir ular meni ko'rishmadi. Mana chalada bisilgan. O'zinga. Hujum bo'lyapti askarlar. Bakirmasina. Minus. Chiqdi. Ko'p shekilli ular. Nima bo'lyapti? Ye. Men kimsan? Yo'q qilma. Mana senga. Mana senga. Mana senga. Mana senga. Yomon tegdi. O'g'lar. Yana bormi tegadi? Ha, mana buz qoldi. Bu buziga isbot esa uning hech ham sehrlangan edi. O'lay dedim. Lekin ularni yo'qotdim. Juda muz qoldim. Va endi mana senga. Shuni o'ldirib turamiz endi. Qaniyatga go'sht tushdimi? Mana endi uyga ketdim. Bo'l, shuning bilan birinchi qism tugadi. Agar ikkinchi qismni xohlasangiz, buning uchun 20 ta like beringlar va ikkinchi qism chiqadi.